Bu qishloqqa oddiy yo'l olib bormaydi, lekin uni topgan odam unutib qaytmaydi. Bu Boysun tumanidagi Alachopon qishlog'i. Shahardan 56 kilometr uzoqlikda joylashgan bu yerga faqat tog' yoqalab boriladi. Jarlar, keskin burilishlar, tog' yo'llari, yo'lning o'zi haqiqiy sarguzasht. Bu hududga Padang, Duoba, Gumatak, Xo'jaydod, Nazari, Qo'rg'oncha qishloqlardan o'tib yetib bora olasiz. Aytishlaricha, bu qishloqda ilgari alacha to'qishgan, nomi ham shundan kelib chiqqan deyishdi. Qishloq endigina paydo bo'lgan paytda esa atiga 7-8 ta xo'jalik bo'lgan. Bugun esa 120 tadan ortiq xo'jalik bor. Dastlab bu yerda kartoshka ekilgan, keyinchalik bog'dorchilikka e'tibor qaratilgan. Hozir esa har bir xonadonning o'z bog'i bor va asosiy daromadlari ham shundan. Alachopon mehnatga chiniqqan, samimiy va mehnatkash odamlar yashaydigan qishloq. Biz u yerga qishga borgan bo'lsak-da, shunga qaramay manzarasi bizni hayratga qoldirdi. Qishda shunday bo'lsa, bahorda o'zingiz tasavvur qilib olavering. Yomg'irlar sabab qishloqda to'liq aylana olmadik, lekin bir dunyo taassurotlar bilan qaytdik. Agar sizning hududingizda ham shunaqa ajoyib qishloq bo'lsa, albatta kommentlarda yozib qoldiring, chunki Dononing keyingi manzili aynan o'sha joy bo'lishi mumkin.